To'xtang, siz quruvchimisiz, santexnikmi yoki arxitektormisiz? Qanaqa kasbda bo'lishingizdan qat'iy nazar, ushbu forma aynan siz uchun. Do'stlar, ushbu formamiz Silver Mirage deb nomlanadi. Formamiz rangi seri hamda sabz ranglardan foydalanilgan. Ushbu formamiz Silver Mirage deb nomlanadi. Formamizning matosining rangi oranjvi hamda seri matolardan foydalanilgan. Undan tashqari ushbu formamizning matosi Koreya mamlakatining Kabul kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Bilasizlar, Kabul kompaniyasining tomonidan ishlab chiqarilgan matolar juda ham mustahkam va sifatli bo'ladi. Shunisiga ham alohida e'tibor berish kerak. Formamizda 4 ta cho'ntak mavjud, 2 ta pastki hamda 2 ta yuqori cho'ntaklari bor. 2 ta yuqori cho'ntaklari lipochka holatda ishlangan. Formamizning shimiga alohida e'tibor berishimiz kerak. Shimida 2 ta yon tomonda ham va 2 ta yuqori tomonda ham cho'ntaklarimiz mavjud. Shimimizda alohida e'tibor berishimiz kerak. 2 ta yuqori hamda 2 ta yon cho'ntaklari bor. Agar sizga o'z brendingiz logotipi tushirilgan formalar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu formalarimizni esa siz bizning market sahifamizdan topishingiz mumkin. Bizga obuna bo'lishni unutmang, chunki yaqinda bundan-da yaxshi formalarimiz sizni kutyapti.